Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiriga xush geldiniz. Men Nuriye Rahman. Bugün 3. ayının 8. günü. Yani 8. Mart Xalqaro ayollar huquqi kuni. Bu gün ayollarga qartilgan her xil zulüm, parakendichilik, xo'rlik ve tengsizliklarga qarshi izchil kurashish lozimligini ta'kidlaydigan bir kun. Men dünyanın her qaysi joylaridagi hanım qizlarning bu bayram kunini chin dilimdan qutlaqlayman. Bu bayram munosabati bilan qaysi bir asarni o'qib bersam bo'ldi ekan deb biroz izlanib yurgandim. Orliqda ijtimoiy taratquda ayollarga munosabatlik nayt qisqa, ammo chinliq yo'g'rilgan ikki parcha yozmani uchirtib qoldim. İngilizce yozilgan ekan, tarjima qilib bugungi bu bayram kunida huzuringizga sunishni muvaffaq etdim. Onun biri mening ayolim ishlamaydi. Bu bir er kishi bilan psixologning dialogi ekan. Psixolog: "Efendi, siz nima ish qilasiz?" Er kishi: "Men bir bankada buxgalterlik qilaman." Ayolingiz-chi? "O ishlamaydi. U faqat bir oila ayoli." Ailada kim nashtilik tayyorlaydi? Ayolim, chunki u ishlamaydi. Ayolingiz nashtilik tayyorlash uchun sahar soat qancha o'rnidan turadi? U soat 5larda o'rnidan turadi. Chunki nashtilik tayyorlashdan ilgari oldi bilan uylarni tozalaydi. Farzandlaringlar qanday maktabga boradi? Bolalarni ayolim maktabga olib bordi-da, chunki u ishlamaydi. Bolalarni maktabga olib borib qo'ygandan keyin ayolingiz nima ish qiladi? U bozorga berib savdolik qiladi. Ondan uyga qaytib kelib tamoq etadi. Kirqatlarni yuydi. U ishlamaydi emasmi? Siz kechda ishdan tushib qaytib kelib nima qilasiz? Orom olaman. Chunki men kun bo'yi ishlab charchab ketaman. Undaqda ayolingiz nima ish qiladi? U tamoq tayyorlaydi. Bolalarga tamoq beradi. Menga tamoq tayyorlab beradi. Qochqumishlarni yuydi. Uy tozalaydi, ondan bolalarni yatqizadi. Yuqoridagi bu suhbatni olgandan keyin sizningcha kim ko'proq ishlaydigandir? Kun chiqqandan tortib, kun patqanga qadar tinmay ishlaydigan ayolingizni ishlamaydi deyishga yana tilingiz boramdi. Shundoq, oila ayol bo'lish uchun oliy maktabni bitirish guvohnomasi kerak emas. Uy ishlarini qilish hisobiga biror unvonga erishgilimi bo'lmaydi. Albuki mayli oila ayollari bo'lsin, mayli xizmatchi ayollar bo'lsin, ularning oiladagi roli shaksiz muhimdir. O'zlarini uyiga, yo'ldoshiga va farzandlariga otib etgan ayollarning vujudidagi minnatsiz qurbonliklar behisob. Ayollar izchil qadrlansin, hurmatlansin. İkinci parça yazma, ta'sirlik javob. Biraylan bir ayoldan so'rabdi: "Siz ishlaydigan ayolmi yoki uy ayolimi?" Ayol mundaq debdi javoban: "Ha, men to'liq kunlik xizmatchi oila ayoli. Men bir kunda 24 soat ishlayman. Men bir ona, men bir ayol, men bir qiz, men bir kelin, men bir qo'ng'iroqliq soat, men bir oshpaz, men bir dedek, men bir o'qituvchi, men bir kutuvchi, men bir bola boqquchi, men bir sestra, men bir remotchi, men bir bexatarlik xodimi, men bir maslahatchi,
Mən bir təsəlli bərgücü. Mən tətil qılmayman. Kesellik ruxsatım yox. Dəm eliş günüm mü yox. Mən ətdigəndən kəşkiçə işləyman. Mən hər vaqt çağırılıman. Mening maaşım bütün bir gün nima qilding degan savoldir xolos. Ayollar go'yo tuzga o'xshaydi. Tuzning borligi odamning esiga kelmaydi. Ammo u bo'lmaganda har narsa tetimsiz bo'ladi. Bu ikki parcha qisqa yozmani anglagandan keyin aranglardagi nurg'unlaringlar o'zinglarningki qaysi rollarni o'tayotganliginglarni o'ylab cho'qim kulimsirdinglar. Bizda ayollarning 40 jeni bo'ladi. Uning biri o'zi uchun, qolgan 39'i o'zgalar uchun deydi. Ehtimal bu so'z o'rinsiz bo'lmasi kerak. Xo'sh, dunyoning har qaysi joylaridagi xonim-qizlar, bugungi bayram kuninglarni xoshal-xuram, yaxshi o'tkazishinglarni chin dilimdan tilayman. Oxirida diqqatingizga bir qisqa e'lonni sunaman. Albatta, bunda qilish munbirimizning odati emas, lekin bu qitim zarurlik his qilib qoldim. Ya'ni dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan Uyg'ur rassomlaridan 6 aylan bir yerga jam bo'lib, to'g'roq ruhi degan temada bu yil 6-oyning 7-kunidan 9-kunigacha Germaniyaning München shahrida Uyg'ur rassomlari go'zal san'at rasm ko'rgazmasini ochmoqchi. Bu 6 rassomning biri Germaniyada o'ltirishliq Marvay Tapiz. Undan boshqa yana Qozog'istondan Gulnaz Tursun, Norvegiyadan Akram Emin, Amerikadan Saniya Emin, Angliyadan Kamila Dilshod. Yana bir aylanning ismi hozircha maxfiy tutilib etibdi. Xo'sh, albatta ko'rgazmaning maqsadi Uyg'ur madaniyatining bir tarkibiy qismi bo'lgan Uyg'ur rassomchiligini dunyoga tanishtirish. To'g'roq ruhiy rassomlar guruhi dunyoning har qaysi joylaridagi qarindoshlarga o'zlarini iqtisodiy va ma'naviy jihatdan qo'llashini talab qilib bir murojaatnoma tayyorlabdi. Men bu murojaatnomani munbirimizning inkas supsiga chaplab qo'yaman. Agar iqtisodiy jihatdan yordam berishni xohlaydigan qarindoshlar bo'lsa, oldin rahmatlarim yetsin. Ma'naviy jihatdan, ya'ni bu ko'rgazmaning muvaffaqiyatli echilishiga chin dilidan tilakdoshlik bildirgan qarindoshlarga ham rahmatlarimiz bo'lsin. Xo'sh, Ramazon oyi keldiganga yana bir necha kunlik qoldi, 3 kun qoldi. Xudoyim buyursa, men Ramazon oyida ro'z tutadigan qarindoshlarning bu oyni xayrli, yaxshi o'tkazishini chin dilimdan tilayman. Har turli sabablar tufaylidan ro'za tutolmaydigan yoki tutmaydigan qarindoshlarning teniga salomatlik, turmushiga xotirjamliklar tilayman. Ramazon oyida singlim Mehray Rahman payg'ambarimizning xislatlari haqida nəhayət bir esli kitabni o'qib berdi. Anglashni xohlaydiganlar diqqat qilgaysizlar. Xo'sh, mana 8-mart munosabati bilan tayyorlagan bu qisqa sindin bahra og'aysizlar. Allah seni ey ayol tang yaratdi er bilan, gülgi to'ldi bu olam tang to'kilgan ter bilan. Xayri xo'sh, qarindoshlar, kelar qitimliq kitob o'qish munbirimizni ko'rishaylik. Xayri xo'sh.
Muzun kürke apa. Bravo. Wow. Wow. Großer Boden. Hey, c'est trop cool. Assalamu alaykum. Kitap okuş munbirimizin hürmetli müşterileri. Hazır ben bir muzluq önkürnün içinde. Dilfuruz bilen billa Sasfi degan tağlıq kentke çаңғы teyilgili kelgendik. İlgiri kitap okuş munbirimizki bazı eserlerde bu yerdeki kart eliş jarayonida bazı bir chiroyli manzillarni tatib o'zinglarga sungandim. Bu qitim ilgir bilmaydiganmizdik. Bugun tunchi qitim bildik ham bu muzluq önkörge kirdik. O'zi u darajada cho'ng bo'lmasmi, lekin muzluq önkörninki ichiga kirib ko'rish bu odamni boshqacha hayajonlantiradi. Ajoyib. Mana men hozir o'tirgan dal o'sha muzning ustidan o'tdim. Shundaqa teyzecimi. Wow. Teyze bilan. Burada. Endi asla serdi tushib ketish kerakmi? Matrapdan kilo. Muzlar. Neçe ming yıllık muzluq önkürde bu. Tilim çapışıp kalmıyor. Acayip adam. Dilfuruzxon, keyinlerdeki taq cho'qqisi Servin degan taq cho'qqisi. Tağның egizligi 4500 metrga yetib bordi. Acayip tas chiqdi bu yerga. Ay. Ana diqqat qil. Allah, mana shundoq taq cho'qqilari ajoyib. Mec, t'as pas eu sur le même mouvement qu'à ski de fond quand tu es au plat? T'as pas eu sur le même mouvement qu'à ski de fond?
Tayyor bo'ldikmi qizim? Tayyor bo'ldik opa. To'lin oylik kechida chang'i teyildiganga. Nima? U dum chiqib ketdi. Keçiler gitti, şirin keçiler gitti. Beni bunda kaldıydıme, kalbim sen bilen gitti.